Do'stlik bu doim qimmat restoranlarda o'tirib, soxta storieslar olish, maqtanish emas. Do'stlik bu qanday bo'lsang shundayligingcha yaxshi ko'radigan, hech narsang bo'lmasa-da seni senliging uchun qadrlaydigan, doim ko'rishmasang-da, lekin yagona, samimiy, ishonishing mumkin bo'lgan, gapirmasang-da, yuzingdagi tabassuming ortida minglab mashaqqatlar turganini biladigan. Aybing bo'lsa yuzingga aytib, o'z xatolarini senda takror bo'lishini xohlamaydigan va buni aytishdan uyalmaydigan insonlardir. Seni omading kelganida o'zida yo'q xursand bo'lib, oldinga intilishingni xohlaydigan, qo'lingdan hech narsa kelmaganda esa kelishi uchun kuch beradigan. Hozir soxta niqoblilar ichida birgina uni niqobsiz ko'rishing mumkin bo'lgan inson bu do'stdir. Do'stlikda qoida bo'lmaydi. Do'stlikda faqat birgina shart bo'ladi. Shunchaki o'zing bo'l.